Assalomu alaykum. Ramazon ayollari silsilamiz davom etadi. Go'zal tariximizning go'zal ayollarini eslar ekanmiz. Payg'ambar alayhissalom ayollardan bir nechtasi kamolotga yetgan haqida aytganlar. Ana shunday kamolotga yetgan ayollardan biri Osiyo onamiz. Bu ayolning yuksak matonat haqida o'rgandik. Kamolot ko'rgan ayollarning yana biri Iso alayhissalomning onasi Maryamdir. Alloh taolo Maryam onamizning ibodati, go'zal iymoni, bilimi, sinovlar oldidagi matonati va sabr bardoshini bandalariga o'rnak qilib ko'rsatgan. Avvalgi mavzularda eslaganimizdek, Maryamning onasi Xanna taqvodor ayol bo'lib, tug'ilajak farzandini Alloh uyiga xizmatga berishini nazr qildi. Vaqt soati kelib qiz ko'rdi. O'sha vaqtlarda Baytul Maqdisga faqat o'g'il bolalar xizmatga olinardi. Shunda Xanna: "Ey Robbim, men qiz tug'dim" deya Allohga munojat qildi. Shunday bo'lsa-da, qilgan nazriga sodiq qolib, aziz qiz farzandi uchun eng zarur, dunyo va oxiratga foydali duoni o'qidi. Men unga Maryam deb ism qo'ydim va unga hamda zurriyotiga quvg'in etilgan shaytonning yomonligidan panoh berishingni sendan so'rayman, deya duo qildi. Oli Imron surasi. Hazrati Zakariya alayhissalom qizaloqni kafillikka oldi. Parvarishlab go'zal tarbiya berdi. Zakariya alayhissalom mohir duradgor bo'lib, baland bir yerga Maryam uchun taxtadan eshik romsiz xona qurib berdi. Xonaga begona kishi kirmasligi uchun zinasini ko'chib yuruvchi zina qildi. Zakariya alayhissalom zinani o'zi bilan olib yurardi. Shu yo'l bilan Maryamni himoya qilardi. Maryam yosh qizcha. Xonada yolg'izlikdan qo'rqmas, o'zini emin-erkin va xotirjam tutardi. Chunki Allohning o'zi uni rahmati bilan o'rab olgan edi. Muborak qizaloq boshqalarda uchramaydigan fazilatlar bilan ortiq qilindi. Ziyraklik, matonat, farosat, yuksak saviyadagi odob-axloq, go'zal muomala, shuningdek toat ibodatining lazzati zavqidan bahramand edi. Bir kuni Zakariya alayhissalom Maryamning xonasiga kirganida, uning oldida dunyo mevalariga o'xshamagan ajoyib, turfa xil mevalar va boshqa yeguliklarni ko'rdi. Masalan, yozda pishib yetiladigan mevalar qahraton qish chillasida Maryamning huzurida yangi uzilgan holda yoqimli hid taratib turardi. Faqat qishda pishadigan mevalar esa yozda yangi holatda uning oldida turardi. Bundan ajablanib Zakariya alayhissalom undan bular qayerdan kelgani haqida so'radi. Shunda Maryam: "Bular Alloh huzuridan, Alloh o'zi xohlagan bandalariga behisob rizq berur" deya javob berdi. Farishta Jabroil Maryamga nido qilib: "Ey Maryam, Alloh seni fazli uchun tanlab oldi va yomon ishlardan pokladi. Hamda seni butun olam ayollarining sarasi etdi. Ey Maryam, Robbingga itoat et, sajda qil va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qil." Oli Imron surasi. Shunda yosh bo'lgan Maryam yana ham butun vujudi bilan ibodat qilishga kirishdi. Oyoqlarida shishlar paydo bo'lardi. U og'riq va qiyinchiliklarga parvo qilmasdi. Ibodatlaridan quvvat olib, iroda va iymonini mustahkamladi. Uni ixlos bilan ibodat qilishida ilohiy hikmat va sir yashiringan bo'lib, bu Hazrati Maryamning qudrati ilohiy ila Iso alayhissalomga homilador bo'lishi uchun avvaldan tayyorgarlik edi. Zero Alloh taolo bunday mo'tabar va mas'uliyatli ishlarga faqat munosib bandalarini tanlab olib, darajama-daraja kelajakdagi ishlar uchun tayyorlaydi. Ba'zilar bu muborak qizga hasad qilishardi. Chunki yosh bo'lishiga qaramay, ko'pchilikning ishonchini qozongan edi. Bir kuni Jibril alayhissalom erkak kishi suratida uning huzuriga kirib keldi. Buni ko'rib onamiz Maryam qattiq qo'rqib ketdi. Tasavvur qiling, pokiza qizsiz, to'satdan hech kim kirmaydigan xonangizga bir erkak kishi kirib kelib, sizni farzandli qilish haqida gapirsa. Maryam ona Jabroil alayhissalomning farzand haqidagi gaplaridan xavotirga tushib, "Men Allohga sig'inib, sendan panoh berishini iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkazma" dedi. Shunda Jibril alayhissalom o'zini tanishtirib, faqat Allohning amri bilan shu yerda ekanini, Allohning ruhidan puflab, pokiza bir o'g'ilga homilador bo'lishini aytdi. Shundan keyin sal xotirjam bo'lgan onamiz Maryam: "Menga biror erkak kishi tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, menda qayerdan farzand bo'lsin?" dedi ajablanib. Shunda Jibril alayhissalom quyidagi so'zlarni aytdi: "Bu shunday ishki, Alloh o'zi xohlagan narsani yaratadi. Qachon bir ishni iroda qilsa, unga bo'l deydi, bas u ish bo'ladi." Yana o'z nomusini saqlagan ayolni, ya'ni Maryamni eslang. Bas.
Biz o'z tarafimizdan bo'lgan ruhni unga pufladik va uni hamda o'g'lini barcha olamlar uchun ibrat qildik. Albatta, Isoning misoli Alloh nazdida xuddi Odam atoning misoli kabidirki, uni tuproqdan yaratib so'ngra bo'l dedi. Bas, u jonli odam bo'ldi. Bir necha vaqtdan so'ng uning homiladorligi to'g'risida xabar tarqaldi. Hasadchilarning ta'nalari kuchaydi. Hazrati Maryam ona odamlar ig'volaridan uzlatga chekin, ya'ni shahardan uzoqroqqa qochib ketdi. To'loq dardi uni bir xurmo daraxti tubiga olib bordi. Maryamning xavotiri oshdi. Yetimlikda o'sgani bois o'zi va bolasi haqida qayg'urardi. Lekin Alloh taologa ishonchi, iymoni uni bu azoblardan olib chiqdi. Barcha qiyinchiliklarga qarshi sabr va matonati bilan kurashdi. Xurmo ostida bu darddan onamiz Maryam yig'lab shunday dedi: "Koshki bu kunimdan ilgariroq o'lib, unutilib ketsam edi." Shu payt Maryamning qorni ochib qattiq chanqadi. Shunda Jibril alayhissalom oyog'i bilan yerni tepshi va qurigan xurmo daraxtini silkishini aytdi. Maryam ona shunday qilgan ediki, yangi pishgan xurmolar uning oyog'i ostiga to'kilib tushdi. Ostidan esa bir chashma paydo bo'ldi. Qornini to'yg'azdi, chanqog'ini ham qondirdi. Nihoyat Allohning amri bilan dunyoga keltirgan aziz farzandini qavmiga olib keldi. Buni ko'rgan qavm to'plandi va ularga bo'lib berdi. "Ey Maryam, bu nimasi? Axir otang yomon odam, onang fohish emas-ku" deya onamiz Maryamni qattiq siquvga oldilar. O'zingizni Maryam onaning o'rniga qo'yib ko'ring. Bunday vaziyatda ancha-muncha ayoldosh bera olmaydi. Ammo Alloh taolo iymonli bandalarini hech qachon tashlab qo'ymaydi-da. Alloh onamiz Maryamga bir og'iz ham gapirmaslikni amr qilgan edi. Onamiz Maryam indamay bolaga ishora qilardi. Shunda qavmning g'azabi yanada qattiqlashib, "Esing joydami? Go'dak nimani gapiradi?" deya onamiz Maryamga aytmagan haqoratlari qolmadi. Shu payt chaqaloq tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U menga kitob Injilni ato etdi va meni payg'ambarlardan qildi." Maryam surasi. Alloh azza va jalla bokira Maryamni go'zal sabri va matonatini munosib mukofotladi. Pokligini go'dak tilidan tasdiqladi hamda barcha tuhmatlarga chek qo'ydi. Ba'zilar aytadi, onamiz Maryam Jabroil orqali vahiy bilan quvvatlangani uchun u ayol ham payg'ambar bo'lgan deyshadi. Ammo bu noto'g'ri fikr. Ahli sunna e'tiqodidagi ijmoga ko'ra ayollardan payg'ambar chiqmagan. Faqatgina kamolotga yetgan avliyo ayollar bo'lgan xolos. Hozirgi davrda qizlar nomusini va iffatini himoya qilishi katta vazifalardan biridir. Bu borada ota-onalarga katta mas'uliyat yuklanadi. Avvallari internet degan balo bo'lmagan. Qizlarimiz ko'z oldimizda yurishi kifoya qilardi. Ammo hozir davr o'zgardi. Umuman ko'chaga chiqmagan, ota-onasi oldida yurgan qizlar ham g'arb madaniyati bilan katta bo'lib qolyapti. Rasululloh alayhissalom 3 ta, 2 ta, umuman qiz ko'rgan odam jannati bo'ladi dedilar. Bu hadisning sharhi qizlarni soliha qilib tarbiya qilsa deganidir. Mana endi hozirgi davrda jannatni naqd qilish imkoni bor. Shunday qiyin zamonda qizlaringizni soliha, muslima qilib ulg'aytirib, omonatni egasiga topshirgan bo'lsangiz muborak bo'lsin. Jannat muborak bo'lsin. Jannat muborak bo'lsin.